Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Biz bugun kitobimizni o'qishni boshlaylik. Kitobimizning ilgirki qismlarida avtorninki kirish so'zini o'qib bo'lgandan keyin endi bugun kitobimizning 11-beti tamhid, ya'ni kitobga nisbatan bir muqaddimini o'qib o'tamiz. Avtor qattiq go'zal ishdan birini qilgan. Ya'ni shu uyg'unish, gullanish, isloh qilish harakatidagi eng chong tuzalg'ulardan birisi nima desa, etrafimizdagi musulmonlarninki bu uyg'unish harakatiga nisbatan bir tal so'zni tutib olib, bir tal gapni tutib olib, bir tal atalg'ini tutib olib, qarshilik qiladigan yoki bu yo'ldan boshqalarni turadigan yoki isloh qilinishga rad qiladigan, uyg'unishni rad qiladigan bunday ahvollar bor. Oddiy bir so'z. U yerga navbatda sinchilab qarasa taqishma qolmaydigan, ammo endi bir odamning bir ishni qilg'isi kelmasa bahona kerak emasmi? Ashta bir bahonalarning ichidagi bir bahona bo'lib turadigan bunday ahvol bak eg'ir bizda-chu. Avtor shuning uchun kitobningki tamhidiy qismida, muqaddima qismida ba'zi bir qism shu uyg'unish, gullanish, shu harakat jarayonida eng ko'p qo'llaniladigan ba'zi so'zlarningki ma'nolarini bizga qanaqa qilib o'tgan, tushuntirib o'tgan. Shu avtor davom etib bu yerda hunalikal kathir min al-mafahim wan-namazij allati nara annahu la ghina anha fi misli hada an-naw'i min ad-dirasat. Yani bu türdeki tadqiqotlarda ayrılalmaydigan bir qism tushunchalar va namunalar bor deydi. Hunakel kathir min al-mafahim va namazij degani nurg'un tushunchalar va namunalar bor ki biz shunda qaraymiz. Bu tushuncha va namunalardan bu turli tadqiqotlarda la ghina anha ayrilish yo'q. Men qaraydi tarjima qilib beray. Bu turli tadqiqotlarda ayrilish yo'q. Yani zarur deb qaraydigan nurg'unlagan tushunchalar va namunalar bor. Ammo shu jumlani manalaqi mazmundan halqib tarjima nuqtasidan mu bir sizlarga bir narsani deb bersam, hunalika arabchada hunalika deb bir so'z bor bilasizlar. Huna degan bu yer degan gap, hunalika degan aviya degan gap. Jumlaninki xabar bulkulab oldi deb qolsa, ba deb tarjima qilsanglar xatolashmaysizlar. Ko'pincha qarindoshlarimiz ashani qamlashtirolmaydi. Davomlashtirganda bo'lsa, nuhavilu an nubassitaha qadr al-imkan. Biz imkoniyat yer berganicha, ya'ni mumkin qadr al-imkonni mumkin qadar oddiylashtırishqa an nubassitaha va nabta'ida an at-ta'qid murakkablashtirishdan yiroqlashishga tirishimiz. Nuhavil o'rinimiz tirishimiz. Va sanushiru fi thanaya hadhihi ad-dirasa, bu tadqiqot, bu bahsi jarayonida qiyin o'rinlarga ishorat qilib o'tamiz. Va qiyin bo'lsa-mu, rag'ma su'ubatiha, qiyin bo'lsa-mu, chuqur bu sohada xizmat qilgan odam uni bilish kerak. Ve onu özleştirishga tirishda bütün tirishchanligini ko'rsatishi kerak deb qaragan taraflarga ishorat qilamiz. Ila al-mawadi' as-sa'ba deb bo'lib, vallati nara degani al-mawadi' as-sa'baninki mazmuniga bog'lanadi. Ya'ni biz qiyin taraflarga ishorat qilamiz deb bo'lib, va shundoq taraflarga ishorat qilamiz ki o taraflar qiyin bo'lsa-mu, fa innahu la budda chuqum lozim lil amil musahada xizmat qilayotgan odam uchun ayudrika bilishi va shuni o'zlashtirishga muhavalati isti'abiha degan o'zlashtirishga tirishchanlik ko'rsatishi
kerak bo'lgan ba'zi taraflarga ishorat qilib o'tamiz. Nimishqa? Chunki bu o'rinlarniki li daruratiha deganiki ha al mawadi as-sa'bani ko'rsatadi. Zihni xaritalarni intizomlashtirish, sistemlashtirishda zarur bo'lganligi uchun. Va biz mushuning uchun fi sabili zalik deganni sizlar uning yo'lda deb o'tmay, buning uchun deb tarjima qilsangiz to'g'ri tarjima qilasizlar. Buning uchun va mushu xil oddiylashtırishga yetib bora olishimiz uchun sanabzul ma nastati' bizning imkoniyatimizda ba tirishchanligimizni qana qilamiz ko'rsatamiz. Ya'ni qudratimiz yetgancha tirishchanlik ko'rsatamiz. Mencha qarindoshlar tarjima ushbu bo'ladi va men ham da oddiylashtirish uchun ba'zida xulosalar tarjima qilyapman. Qiyinroq yerlar bo'lib qolsa so'z ayirib beryapman. Qolganlari men azroq qayta tarjima qilib biring deydigan fikr bo'lib qolsa suhbatga yozsanglar men qayta tarjima qilib bersam bo'ladi. Endi mushu uyg'unish, gullanish, islohot harakatlarida eng ko'p qo'llaniladigan atalg'ulardan birisi al-mashru' atalg'usi. Yani birisi bir bet öğrensanglar en-nahda atalg'usi. En-nahda atalg'usi. Yani birisi biraz bet öğrensanglar gerek qalanlı kitap bo'lib qolsa at-tanmiya atalg'usi. Ondan keyin al-hadara atalg'usi. Qatarlıq bir neçə atalğını Abdur bizga tushuntirib qo'yish uchun akapti. Mencha bundan ko'p bo'lish kerak asli. Qani o'qish jarayonida balkim ba'zi atalg'ularni o'zimiz bizga xos atalg'ularni qana qilishimiz mumkin. Biz tahlil qilishimiz mumkin. Qandalan bo'lmasin, davomlashtiraylik. Endi mashru' degan so'z avval bizlarga kitobga kirishdan ilgari mening kallamda bor tushunchani bir davolay. Meyli lug'atdan aqtiringlar yoki o'zinglar tushuninglar, ikki xil ma'nosi bor qarindoshlar mashru' degan so'zning. Birisi plan degan ma'nosi bor. Ma turklarda proje deb qo'ydi-ku, inglizchada project deb qo'ydi. Ya'ni ma'lum bir ishni amisi ma'ashni bunday qilamiz. Bu ishninki birinchi qadami bu, ikkinchi qadam bu, uchinchi qadam bu, to'rtinchi qadam bu, nishonimiz, maqsadimiz bu. Moyaga yetsak, biz maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Chiqet shaklda planlangan va boshlangan bir ishni nima deymiz? Mashru' plan deymiz. Yani Uyg'urchada plandan boshqa bir gapi yo'q. Masalan deylik biz bir millat ichidagi savodsizlarning savodini chiqaradigan bir harakatdan birini boshladik. Öy kirib, savodi yo'q, xat o'qiyamaydiganlarga xat o'qishni o'rgatgili boshladik. Buni mashru' deb atsak bo'ladi. Masalan, hadislarni tarjima qilib millatga sunish uchun bir harakatdan bir ishdan birini boshladik. Bütün hadislarni yig'ilib tarjima qilinmaganlarini tarjima qilib boshladik. Buning o'zini bir mashru' plan deb atsak bo'ladi. Va shuning o'xshagan bir ishlarni planlab, baş oxirini muayyanlashtirib, shu ishga tutish qilgan bo'lsak, buning ismi plan bo'ladi. Bu bizning Uyg'ur tilidagi ma'nosi. Arabchadagi bir ma'nosi shu. Ya'ni qandoqlab u mashru'ning ma'nosi plan bo'lib qoldi desanglar, arabchada shara'a deb bir fe'l bilisizlar, boshladi ma'nosida. Mashru' degan gap shu boshlangan ish degan ma'noda. Bu. Ikkinchi ma'nosi bizning kallamizga taqashmaydi bu, ammo har millat deganning bir kallasining bir taqilishligiga yeri bor qaranglar. Arablarning kallasiga taqishadigan bir taraf bor, ikkinchi ma'nosi. U o'zi nima desanglar, mashru'ning shar'iy jihatda yo'l qo'yilgan ish degan ma'nosiga deb turib oladi-chu. Nimishqa? Arabchada shara'a, yashra'u, shari' deb bir atalg'i, usulul fiqh o'qiganlarga olib qolsizlar. Shari' degan Allohni ko'rsatadi, ya'ni yo'l qo'yib berguchi degan ma'noda. Mashru' yani Alloh tarafidan yo'l qo'yilgan degan bir ma'noga to'g'ri keladi. Ma'noga to'g'ri kelgan vaqtda bir qismlarning kallasiga taqilib oladi bu. Bu qanday qilib bizning bu ishimizni Alloh yo'l qo'yib bergan ish deb ataymiz debchi. Misha kelgan vaqtida Abdur ashu masalani shish uchun atoyitan tushuntirib o'ltirdi.
Yani buna demek olduğum şu. Abdur'unki çöndemekçi olan bir betki yakın, iki betki yakın gibi bizge münasibetsiz. Bizge takılmaydı o gap. Yani Araplarınki til noktasıdan kallısıga takıladigan gap. Ama biz mi okup ütüp ketemiz çünkü bizde mi bu takılmagan takdirden bunun okşaş bir işler var. Yani kallamızga munda takılıp aladiganço. Belkim şu yerde payda sop qilishi mumkin. Al mangayliqini ولنبدأ بكلمة المشروع. مشروع سوزدن başlayılı. Okuğucu soraydı. Yetesâel el-qari. Yetesâel yes'ellen farklındığın şey nima desanlar? Yetesâel deyince başta mı doğa da bunda alakalı itiraz şekilde bir özara sual soruşup koyumuz ya. Şu ne yetesâel değil. Yes'el normal bir sual soğamaz. Yetesâel qanday gap mava degan şekilde soğan sualını yani itiraz şekilde soğan sualını yetesâel deymiz. Xuddi amma yetesâelûn degandek ular nima haqida soruşuyotidu? Ma şekilde. Kıyamet hakkında. İnkar şekilde kıyamet mi bulama degandek. Amma yetesâelûn degandek. Bular şuna soruşudu. Ma vechul hadis an tefsir kelimetil meşru'. Meşru' degan söz ne? Çöndürüş hakkındaki gapninki delili nima deb mana soruşudu. Yani meşru' degan doğru mu hata mı deb. Ve na'taqid biz oylaymiz ki meşru' degan söz şu uygunuş islahat meselesi üstünde ketivatkan bazı kişilerge to'liq qarshi kep qoladigan ularni bir aram qiladigan muhim so'zlarning birisi. Asli shag'ib degan gap qalaymi qancha chiqadi degan gap to'la mundaliqqa qarshi kelib olib hal qilish kerak bo'lgan bir masala sifatida o'rtaga chiqib olganni tashqi deb tarjima qildim hozir. Mutanavilin tanavul odatda arabchadagi eng ko'p ma'nosi bor. Yiyish degan ma'nosi bor, ichish degan ma'nosi bor. Tafsir bobiga kelsa tafsir qilish degan ma'nosi bor. Bir narsani sunib berishlar degan ma'nosi bor. An bir ish bobiga kelsa shu ishni qilg'uchilar degan ma'nosi keladi. Ya'ni gullanish, uyg'unish, islohot masalasi bilan shug'ullanuvchilarning ba'zisiga qanaq qiladigan, taqilib oladigan, taqilib oladigan muhim so'zlarni birisi deb o'ylaymiz. Va ular mundaq deb so'rashudi. Yetasaaluna qailin mundaq deyishib so'rashudi. Ya'ni bu yerdagi so'rash normal bilib olish uchun so'rash emas, alaqi bir xil itiroz shaklidagi so'rash. Ya'ni meşru islomiy degan sifat müsbetni bir meşru deb sifatlash. Meşru bir islomiy plandan birini meşru deb sifatlash to'g'ri emas. Qavlun g'ayri meşru. Mushuning o'zida bir qancha ayrim atalg'i shakli o'xshash, ma'nosi ayrim. Qaranglar, men qayta kelay. Bular mundaq deb so'rashudi. İslami bir planni bu meşru ish deb sifatlash yoki meşru deb sifatlash bu to'g'ri gap emas, to'g'ri bo'lgan gap deb munda so'rashudi. Biz deymizki, islohot gullanish masalasi bilan muomala qiluvchi cho'qim buningga o'xshash savollarga muayyan bir javob bo'lish kerak uning qishida. Bo'lmasa yo'lning o'tirdilar masala chiqadi. فعندما نتعامل مع كلمة مشروع biz meşru degan so'z bilan muomala qilgan vaqtimizda o'quvchilarning qomuslarini ochaylik masalan. Munjid at-tullab biz meşru degan so'zningki to'ndagidek ma'nilarni o'z ichiga olganligini ko'rib olaymiz. Birisi shari, ya'ni shariat yo'l qo'yuvchi bo'lgan Alloh demakchi. Alloh durust deb belgilab bergan ish, bu bir ma'nosi. İkinci ma'nosi yo'lga qo'yilgan, boshlangan ishki uni qilishga boshlanib bo'lgan va ma bada'at bi amalihi. Ya'ni uni qilishga boshlanib bo'lgan bir ish yani. Yani ma bada'ta bi amalihi. Sen uni qilishga boshlab bo'lgan bir ishni. Yani ikki xil ma'nosi bor demakchi. Birisi Allah to'g'ri deb belgilab bergan ish, yana birisi sen uni qilishga boshlab bo'lgan ish degan ma'nosi bor. Ikki xil ma'nosi bor deydi. Endi mush ikki ma'no doirasida turib tahlil qilganimizda islomiy meşru deganimiz shari durust qilib bergan bir ish degan ma'nosi chiqadi. Halbuki u emrun qad bada'a bihi boshlanib bo'lgan bir ish ve hareket şunun dairasida tamamlanadi. Bu shar'iy nuqtadan, ya'ni ikki ma'noning bir nuqtasidan
Mana tushunsak bo'ladi. Ya'ni bir til nuqtasidan feminen nahiyetil lugaviyye til nuqtasidan biz bu so'zni, mashru so'zni qo'llanib ishlasak tamamen bo'ladi. Yani idareciler, normal idare başkuruvatqanlar, zavod, karxana idare başkuruvatqanlar shunda deydi. Meşru degan söz bir faaliyetni maqsad qiladigan bo'lib, oqa agishib keladigan mutatabi'a degan gap har bosqichlari keyni-keynidan keladigan va musammama loyihalangan, nima desa muayyan bir natijaga yetish uchun muayyan bir nima orqali muayyan bir xamchot orqali va muayyan bir zaman doirasida turib muayyan natijaga erishish uchun loyihalangan keyni-keynidan iberiladigan faoliyatni mashru deymiz deb manda izohlaydi. Va min hadihi zaviya bu noktadan mashru degan so'zini biz shu muomala qiladigan mashru degan so'z harfiyan so'z nuqtasidan mana uyg'unish, güllünüş, o'rnidan qo'pish mashruiga tam uyg'un kelmaydi. Lekin biraz yaqinlashib to'g'rilasha olamiz. Walakin yumkin an nuqarib va nusaddid fiha degan gap biz biraz yaqinlashib to'g'rilasha olamiz. Yaqinlashtirib to'g'rilay olamiz. Endi bizning kiradigan nuqtamiz idoriy nuqta bo'lib qolsa, ya'ni vaqtni inchkilik bilan belgilash shu uyg'unishdan manchak vaqtda millatni uyg'otimiz, manchak vaqtda tarbiyalaymiz, manchak vaqtda iqtisodiy asos solamiz, manchak vaqtda harbiy hozirliklarni qilamiz degandek buni vaqtlarni belgilash va gullanish xizmati talab qiladigan yoki ma'mo bo'lib qolsa yoki shu gullanish uyg'unish faoliyatiga zarurlik bir tamponliqni bekitish. Masalan, millatning qas nuqtasini bek kuchaytiramiz, qa tarafini tuzaymiz degandek, ya'ni umumiy ramkasi ichida mana shakldagi belgilash bu nihoyat bir qiyin ish. Amrun dunahu kharatul qatat. Mendeki bir gapni tarjima qilib qarindoshlar. Amrun dunahu kharatul qatat degan so'z turaqliq ibora. Arablarda normal qo'llanadigan, uni ayirib tarjima qilmasanglar qilolmaysizlar. Ma gapga diqqat qilinglar. Ayırıp qana qılanmaysizlar, tarjima qılanmaysizlar bu so'zni. Dunahu kharatul qatat degani hammasini yig'iblam intayin basi mushkil ish degan gap. Ya'ni ma nuqtadan agar mashruni iboyatan idorachilik degandek har narsaning vaqti belgilangan, aniq zamoni belgilangan, muayyan xamchot, muayyan zaman, mandagi shu muayyan xamchotlar muayyan zamoni chiqadigan muayyan natija deyilsa, bizning maishimizga biraz udul kelmaydi. Nimishqa? Chunki bizning maishimizda anda vaqtini inchkilik bilan belgilash yoki gullanish xizmatiningki zarur tamponliqlarni belgilash umumiy ramkada bu haqiqatan tas ish demaymiz. 10 yılda mamillatni o'rnidan qo'piramiz, 20 yılda dushmanni yengimiz ya 30 yılda o'zimizning vatanini qo'lga olamiz deb demaymiz. Chunki anda oddiy emas. Shu nuqtadan idorachilarning qilgan ta'rifoti bilan biz davatgan mashru'niki tam harfiyan degan gap tam to'liq udul kelishi natayin. Ama siyasi pallada, fil ulum siyasi pallada mashru degan so'zdan ideologiya maqsad qilinadi. Bilisizlar ideologiyani, ya'ni qanday ideologiya desa, boshqalarga hukmronlik qilish uchun, kontrol qilish uchun tirishayotgan bir ideologiya. His qilamiz yoki his qilmaymiz qarindoshlar, har qanday bir jamiyatda, mayli biz yashayotgan Turkiya jamiyatida bo'lsin, yoki biz burun yashagan vatanimizda bo'lsin, yoki dunyodagi mayli g'arb, mayli sharq qanday bir jamiyatda bo'lsin, bir hukm surgan bir ideologiya bo'ladi. Asta jamiyatni shu ideologiyaga so'rab minish uchun bütün vasitalarini qo'lga soladi. Mayli televiziya chiqayotgan filmlar, radio, gazeta chiqayotgan xabarlar, voqeliklarni bayon qilish usuli hammasi ma'lum ideologiya asosida bo'ladi. Hatto o'xshash voqeani, masalan bir voqea yuz berdi bugun deylik. Bugun qarasanglar, Turkiyaning axborot vositalari, andan O'rta Sharq arab davlatlarining axborot vositalari, g'arb davlatlarining axborot vositalari, Xitoyning axborot vositalari 4 xil e'lon qiladi. 4 xil taqdirdi. Masala o'xshash yuz bergan voqea bir, lekin 4 rayonninki, 4 davlat demay, 4 rayonninki axborot vositalari
özüge xas bir şekilde taqıtı andı. Mesela deyli bir misal alay ya. Türkiye İtalya'ya tibbi yardımlarını verdi. Deyilib bir xabar çıksa, Türkiye axbarat vasıtları bunu Türkiye'ninki bir küçük devlet ekanligini ifadalash uchun, üzdün halqib başka devletlerge yardım beraleydiganligini ifadalash uchun qo'llansa, O'tir Sharqdagi ba'zi gazet jurnallar Türkiye o'zining xalqini tashlab qo'yib, İtalya'ga, yani sirtqi davlatlarga xushomadchilik qilyotdi degan shaklda. Bu misol hamda ashta tahlil qildimi, qilmadimi uqmayman, ammo ashta o'xshash bir masalani bir necha xil shaklda taqat qildi. Bundan hammasi nima desa, hukmronlik qilayotgan, kontrol qilayotgan kuchlarningki ideologiyasini atrofdagi kishilarga singdirish. Bunun hammasi meşru ama siyaset babıda. Siyasetning hammasi şu qarindoshlar. Bir hükümetni bir necha xil siyosiy partiya almışıp tutyapti hazır dünyada. Mesela Türkiye'de şu bir necha xil siyosiy partiya var. Alimizda plan turdu. Hammasi hükümetin başına çıksa, hükümetin bütün kurumlarını özünün ideologiyasini singdirish uchun xizmatga soladi endi. Gazeti, jurnali, maktabi, universiteti, masjidi hammani soladi. Siyaset babıda meşru degan aşta narsa. Yani muşu ve huna şunla çıkar ediyor ki muşu noktadan bizning kontrol qilish uchun tirishidi degan gapimizga markazlashish lazım. Muşu nokta bek muhim. Ben bunu bayatın biraz izahlab ketdim. Bu bek muhim nokta. Ve huna mana bu yerda yenbaghi terkiz ala qawlina annaha tas'a lil haymana. Kontrol qilish, başqalarga hukmronlik qilish uchun tirishidi degan gapimizga markazlashmak lazım. Çünkü fekullu'daki fa'dagi fa çünkü ifade. Çünkü her qandaq başqalarni kontrol qilish uchun tirishayotgan ideologiyaga meşru plan ishlatiladi. Şu mesela bizning vatanda Xitoylar maktab, gazet, jurnallardan tatip hammasidan diqqat qilib baqsanglar, hatto yaxshi olsun yomon bo'lsin da dinning gapini bir ig'izmi chiqamaydi. Diqqat qilgansizlar balkim. Hatto hukumatning maqtagan gaplarini anda ason chiqamaydi masalan. Nima ish qilsa, millatning kallasidan asta bunda millat asos o'zining ma'lumotini shu bugungi zamonda axborot vositalaridan oladi emasmi? Bir talma diniy gap millatning bunda qabul qilish doirasida bo'lmasin degan gap. Halbuki ular ashta plan qiladi, Alloh boshqa plan qiladi. Uning shunda qig'inga, ya'ni bizning millat alhamdulillah hozirga qadar o'sha elga chiqib his qilamiz. Dunyodagi xili musulmonlardan eng ilg'or saviyada o'zining dinini eng ching tutadigan din uchun hammani qurbon qila oladigan bir holatini saqlab qolganlar. Ya'ni gap boshqa ketmasin. Her bir siyasetning keynida bir ideologiya var ve qo'l ostidagilarga shuni singdirish uchun bütün vasıtalarni ish qiladi. Bunun ismi siyaset babida meşru. Bunun ismi. Xuddiki liberalizmdan gap bulungan vaqtida bir meşru usbut bilan liberalizm degan bir iqim ya. Buni bir meşru usbutida ifodalagan vaqtda inglizcha political liberalism as a project deb mana shaklda ifodalaydi. Ya'ni hammasi o kapitalizm, sosyalizm, liberalizm hammasi bir ideologiya, haqqi shuni singdirish orqali mushu ideyani kontrol qilayotganlarning peshidagilar foydalari boshqa ish yo'q. Chunki bütün sistemni shunga yarasha quradi. Amaliyotda men bir gapni qilay qarindoshlar. En beshidagi insonlar uchun ideologiyasi nim bo'lsin farq etmaydi. Ularning anda muayyan kallasida bir ideologiya yo'q mening kallamda. Hech kim bu dunyoda kapitalizm uchun, liberalizm uchun, sosyalizm uchun yoki undan boshqa bilmem demokratiya uchun kurash qiladigan yeri yo'q hech kimningki. Unda xiyolim yo'q. Unda ideyam yo'q. Masalan nima desanglar, sistemni, cho'ng sistemni shu asosda qurgan bo'lg'achqa o'zining sistemasini qo'g'dash uchun bu atgan tashviqotlar, bu atgan tirishchiliklar. Ana qalbini chiqarib, masalan, men musulmon qanday qildi desanglar, musulmonlar degan sistem yo'q ya, lekin kallasi bir ideya bor.
islom degan bir idea va jannat do'zax degan idea va boshqalarni jannatga chaqirib do'zaxdan to'sish deydigan bir idea va ma idea uchun kurash qiladigan musulmon. Ammo qag'allarcho desa cho'ng sistem bir şekilde tuzluklik aş sistemning manfaatiga zid kelmasligi uchun ham boshqalarni aş sistem atrofiga uyushtirishga chaqiradi. Buningda yuqori qalamdagilarning ideyasi bu, o'rta qalamdagilar aldınğanlar oldu. Köpünç vaqtda voy mushi ideya masalan inson haqlari deydigan bir odamlar var. Masalan hayvon haqlari deydigan bir odamlar var masalan. Voy demokratik haqlar deydigan bir odamlar var chepib ketadi xuddi bir din sifatida. Ama bicharalar shu ishning beshidagilarga aldanib ketgan bicharalar. Ishning beshidagilarga nisbatan dunyo nima bo'lib ketsa cho'ng masala yo'q. Ammo o'zining manfaati buzilmasa ham o'zining bekitgan cho'ng sistem bekitgan. Bularga sistemlarni balkim bek tushunmasligimiz mumkin. Shu cho'ng siyosatchilar tushunib qoladi ba'zi narsalarni. Bular ancha-muncha deb soladi. Cho'ng davlatning beshidagi tutayotganlar. Çoğun sistemlarga buzg'unchilik qilib deb solganlar ko'pincha vaqtda ya o'ladi, ya qaslanadi, ya bir ish bo'ladi. Masalan, eski olsun, yaxshi olsun. Eski olsun yoki yaxshi olsun. Saddam desek, Qazzafi desa masalan, undan keyin Castro masalan. Men o'yladimki, davlatning boshliqlari manda odamlar dunyoni kontrol qilayotganlarninki sistemasini bilib qolgan odamlarcha bilib qilib buningga uyaniga tushkul olmaydi. Ya'ni yo'q sening manfaatingni ko'zlab maqmayman, men o'zimning manfaatini ko'zlab maqmayman, mening xalqimning yoki mening bir ideologiyam bor deb o'rtaga chiqadi, uning kuchi yetmasin. Ammo bularni amal bor, pashpalab o'tadi. Ba'zilarini qaslab o'tadi, ba'zilarini bir amallarni qilib vaqtiga surutadi, ba'zilarini voy jazo yuguzdik deb ham davlatini medlamas qilib qo'ydi. Masshtabiy ma'lumotda ishlar. Ya'ni hammasi ma'lum bir ideologiya. Ne o'rtaga qo'yadi, shu ideologiya asosida o'zining manfaatini asos qiladi. Siyosat degan bu. Ya'ni izan yumkinu ta'amul ma'al afkar an-nahdawiyya ala annaha. Demak, mashru' degan nima ekan desa biz 3 nuqtadan tahlil qildik, 4 nuqtadan tahlil qilibmiz. Birisi til nuqtasidan 2 xil ma'no bilan tahlil qildik. Allah yo'l qo'yib bergan ish degan ma'no, undan keyin boshlagan ish degan ma'no. Ikkilasi to'g'ri keladi bizga. İslamiy gullanishni mashru' deyishga, chunki islomni qaytadan uyg'otib, musulmonlarni qaytadan uyg'otib asliga kelish tabiiyki Allah buni bizga yo'l qo'yib berganlar emas, buyurgan bir ish. Undan keyin bu ishni biz boshlab qadamni ap mangan bo'lsak, bu to'g'ri keladi. İdareçilarınki noktasından tam udul kelmesine her halde umumi cihetten biraz yıkılışı mümkün. Siyasetçilerin babına gelsek bir başkalarına hükümranlık kılış için beriladigan ideologiya değilgen vaqtida eğer İslam'ni biz bir menfaatimizni çıkış kılıp menfaatimizni saklaş için emas, Allah buyurganlık için başkalarına umumlaştırışını közlengen bir din. Onların ideologiya dinge to'g'ri kelamdi ekanman, bu boshqa masala, ammo din biz bütün dünya mayli bu dinga kirsin kirmasin, lekin mush dinning kontrolligining ostiga o'tish kerak degan bir ideya bilan mangan bo'lsak, siyosat babidagi mashru'mi yana bizdan bak yiroq emas. Mush nuqtalarning hammasini mulohaza qilgan vaqtida bizning gullanish harakatlarimiz, gullanish fikrlarimiz, uyg'unish fikrlarimizga tamamen mashru' degan ismni so'zni ishlatsak bo'ladi deydi avtor. Ya'ni idan yumkinu ta'amul ma'al afkar an-nahdawiyya, yani uyg'unish fikrlari bilan bu bir mashru' sifatida muomala qilish tamamen mumkin. Ve biz aş so'zni ishlatsak bo'ladi, yumkin an nutliqa zalik. Aş so'zni ishlatsak bo'ladi, qanday chaqda iza ta'amalna ma'al kalima. Shu so'z bilan muomala qilgan vaqtimizda, ya'ni kengre muomala qilgan vaqtimizda idorada ishlatsak bo'ladi. Ama til noktasidan yana kesin ishlatsak bo'ladi, qo'rqmasak, bidon taxavvuf, qo'rqish ketmaydi. Ama siyaset babiga xos olgan tarafiga kelsak, yana bu bir kengre uchuq bab. Hech qanday bir haraj olmasdan muomala qilishga bo'ladi. Yani bu natija bilan bizalika degan gap yuqoridagi o'tirib qo'ygan fikrlar bilan mashru' degan so'z bizga qat ittadahat oydinlashgan bo'ldi. Va uni ishlatish biz so'zlayotgan bu sohada mashru' bo'lgan bo'ldi. Ana olganda
Meşru degan so'zningki bizga taqishadigan bir yeri qolmadi. Men gapning beshidilam deb o'tgan qarindoshlar. Bizga meşru degan so'zning taqishadigan yeri yo'q. Biz xususan Uyg'urlarga nisbatan taqasi arablarga taqishadi. Ash meşru deganning ma'nosidan, lug'atidan, anikin arablarning jamiyatidagi meşru degan so'z qo'llanilgan sohalarninki ba'zi salbiy taraflari kallasga taqilib olib turib chiqadi. Bayat deganimdek meşru degan so'zning o'zi bizga taqalmasmi, ammo undan boshqa so'zlar taqilishi mumkin. Mush yo'lda manga vaqtda ba'zi atalg'ularni qo'llanadigan gap masalan deydi. Bir zamanlar çıktı, partiye kuruş hata deb bir gap ortaga çıktı. Bir zamanlar çıktı, teşkilat kuruş hata deb ortaga çıktı. Durup mesela bir petvalı var. Teşkilat kuruş haram. Müslümanlarını bölgelik degandek. Bir nesni aşnaya kep qalgan vaqtda yuqorida xuddi meşru degan so'z to'g'ri emas deb kep qalgan xiyolni izohlashga. Misol uchun da'vatim masalan. Çünkü bizning kallimiz o kadar bir yerligi bodiki qarindoshlar. Payg'ambar alayhisolamninki 100 yilda bir qatim dinni yanglaydigan odam o'tirib chiqdi degan bir hadis var, hammanglar bilasizlar balkim. Bu nim degan gap desanglar, vaqtning o'tishiga ergashib, yavaş asta xuddi qozonda tamoq eti va atrofiga bir narsalar to'plashib eng oxirida o'tgan vaqtda bir qatim ko'ydiriblar, hammani tozalasa pak-pakiz bo'lgandek zamanның, makanның, ətrafның təsirində ama bizning kallimiz bir xil əsli dinning sap mənbəsindən biraz yıraqlaşıb ketdik. Bizning kallimizga o'nishib olgan dini tushuncha, Qur'on hadisdan ilinadigan dini tushuncha emas, yashagan muhitimizdan ilinadigan dini tushuncha, uchrashgan ustozlarimizdan ilinadigan dini tushuncha, andan to'g'ri ko'rgan fatvolarımızdan ilinadigan dini tushuncha bo'lib, bir xil nima deymiz endi, bir xil qatumoqlashib qildiqliqchi. Anda olgandan tabii ki shunda yo'lga chiqqan vaqtimizda aldığımızga uçraydigan haqiqatan de ko'p to'solg'ular bo'ladi. Bu to'solg'ularning birinchisi men oldingi kunlik kitob ko'rish darsimizda deb o'tdim. İçimizdeki o'zimizga o'xshash odamlar tarafidan heliqiga o'xshash, av xato, mau xatoga o'xshash yerlardan bir to'solg'ular chiqadi. Ularni mashta shaklda bir-birlab yangish to'g'ri qiladi. Ondan keyin atrofimizdagi jamiyatni kontrol qildik deb qaravatgan teşkilat, muassasa, gruplar bizga o'xshash kishilardan keladi. Undan keyin biz yashayotgan davlatdan keladi. Undan keyin sirtqi dushmandan keladi to'solg'ular. Sirtqi dushmanga berib bo'lgan chaqqa qadar atrofimizdan kelgan, mayli davlat olsun, muassasa olsun yoki bizga o'xshash insonlar olsun, bundan kelgan to'solg'ularning hammasini dushmanlarcha betaraf qilmaymiz, balki qarindoshlarcha, do'stlarcha egib o'tadigan yerni egib o'tib betaraf qiladigan. Mesela şunun misallarından birisi şu kallanın qaysi kuni biroylan bir sual sordu. Yani biz muşu kunlarda toplashib Qur'on o'qimoqchi edik. Mesela bir WhatsApp to'plarida 30 tek odam bor yoki 40 tek odam bor. Har biroylan bir paradin alimiz. Hammasi o'zining o'quvchilarini o'qiydi. Mesela av bir para o'qiydi, men bir tushunishni mesela. Mashta qilib Qur'onni tamom qilib olsak, andi oxirida bir xatmi duo qilib tugutilib mustaqil davomli takror har kuni Qur'onni bir tamom qilib ya 2-3 kun bir tamom qilsak to'g'rimi xatomi deb. Nimasi xato? Ya buni xato dedi boshqalar. Qanday xato deydi? Bunga Rasululloh qilmagan nima ish? Bid'at ish. Masalan, dalil so'ravadi deydi. Men addilam faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Qur'onning bir oyat bilisizlar. Shuni aytib berdim. Ve etpesem yak bu ayetin bundan çıkmaydı. Hem de bunda bu nimbulap aşta bir işla hata hukum ortaya çıkıp kaldı. Ben bir nesne deyip kardeşler. Anne kenarda gapning oxirisini devlet aytaylagan. Peygamber Aleyhisselam'dan ki mectema'a kavmun fi beyti min buyutillahi degan bir hadisi var. Bir kavm Allah'ın öylerinden bir öyge yığılıp Allah'ını eslese, ilim ügense, Allah'ın ayetlerini tilavat kılsa, Allah ularga rahmet kılır degan mazmundagi bir hadis var. Onu aytib berdim. Yani toplashib o'tirib Qur'on o'qish, Allohni eslash bu xato yeri yo'q. Ammo iyaga berish qilmay ehtiyoj yo'qdi asli. Qur'onda manda bir oyat var. Balki hammanglar bu oyatni jiq o'quqliq, ammo qanday tushunishlar o'qimayman. Bir yerda "El-yawma akmaltu lakum dinakum" deydi Alloh. "Va atmamtu alaykum ni'mati." Men dinni sizlarga tamamen qilib berdim deydi.
Yeni bir yerde Kur'an'da bütün narsalarni bayon qilib berdim deydi. Shu ikki ayeti bor. Buni ba'zilar bunda tushunarliq. Qur'onda hamma narsa bor deb tushunarliq. Shu Qur'on hadisda hamma narsa bor deydi. Ammo Qur'on o'zi nima deydi desanglar, mushu Qur'ondagi, mushu hadisdagi tamomiy dininglar deydi. Mana tushuninglarmi? Mushu Qur'on hadisda sizlar qilishga tegishli bütün ishlarni bayon qildik deydi. Halbuki Qur'on hadisdan mesela 101 vatkan hamma ishimiz chiqmaydi. Ba'zilar alamuduk deyish mumkin. Yo'q, alamuduk yo'q. 2000 yilga yaqin tafsiri bor. Bu ne demek? Nim degan gap bu desanglar qarindoshlar. Qur'on hadis biz qilishga tegishlik va qilmaslikqa tegishlik bütün ishlarning hammasini depolaqliq. Endi demigan taraflari uchun desa, Qur'onning bizga tashlab qo'ygan yerlari, bizning aqlimizga, bizning tushunchimizga tashlab qo'ygan yerlari. Bu yerda bir nuqtalar va taqishadigan. Gap boshqa gapga uzrab ketmasin, ya'ni o'zining gapiga keladi. Ikkinchi atalg'u bugungi darsdagi bayatdan so'zlayotgan gapni to'g'ri ayrim bir o'tirib fursat topib qolib paranglashamiz. Ya'ni Abdurrahmon bizga tushundirmoqchi bo'lgan ikkinchi atalg'usi qarindoshlar nahda, an-nahda. Nahda lug'atni aqtasanglar o'rnidan qo'pash, andan uyg'unish degan ma'nosi bor. O'rnidan qo'pash, yana bir ma'nosi uyg'unish ma'nosi bor. Abdurrahmon deydi, qarab baqayli. Innal kathirina mimman yatahaddathuna anin nahda. Ya'ni güllünüş, turuş, uyg'unish haqida söyleydigan kişilerin köpünçisi nahda degan sözün ma'nisini bekitadigan bir ramkaga ega emas. Nahda degan nima? Biz millatninki bir güllünishi degan nima? Bu to'g'risida aniq ramka yo'q. ونود أن نشير إلى بعض القضايا المتعلقة بهذا الموضوع. Bu temaga munosabatlik ba'zi masalalarga ishorat qilib o'tishni yaxshi ko'ramiz. ولن نلجأ إلى المصطلحات الغامضة المتعلقة بتعريفها اللغوي. Biz bu so'zningki lug'at ta'rifatiga munosabatlik tutuq ba'zi atolg'ularga bormaymiz. Lan nalja degan gap uyalarga berib ketmaymiz. ولكن سنتناول موضوع النهضة من حيث إنها كلمة دخلت على اللغة العربية. لكن biz nahda temasini şu noktadan qana qilamiz, alamiz. Yani bu bir söz bulup Arap tiliga kirgan, sirtdan kirgan. Yani Yevropa mirasidagi kelgan nahda kelimesi bilan o'xshash ma'noda. Asosan cho'ng farq yo'q. Aval mushu 300 yil ichida gullunish, uyg'unish, silkinish Yevropada yuz bergan. Ularga nisbatan. Taxaliqi islom dunyosida ham 3-4 yil ichida nahda yuz berib boqmadi juma qarindoshlar. Mana aniq qillanildi bo'lsin. Yevropada bir qatim aniq Yevropaning ahvolini biz bugun munda qarablam bek birliqi Yevropa tug'ilishidan boshqa o'xshaydi deb o'ylab ketmaylik. Yevropaning qorong'ulik, zulmatli kunlari endi oxirlashdi, uzun bo'lmadi taxi. Yevropa bir xil nima deymiz endi yovvoyilarcha yashaydigan bir holatdan qutulg'ili uzun bo'lmadi. Ya'ni shu Yevropadagi bir xil bir qitimliq uyg'unish harakati bilan o'rtaga chiqdi. Endi biz ham anda bo'lgandan keyin biz şu aşularda kullanılgan atalgıları yoki şekilleri yoki uslublarini bir ko'rib chiqish to'g'ri keladi. Qarab baqaylik. Bittali undan keyin nahda degan so'zning ma'nosini bilish, shuningdan elingan ma'nini yo'qolgan vaqtda bilish tamamen mumkin emas. La yumkin idrak ma'naha. Uning ma'nosini elish mumkin emas. Qanday yerda şu nahda degan söz asosiy shuningdan elingan ma'no yo'qolgan. Masalan, nahda aslini ma'no qo'llanilgan. Shu bilmasak, uning ma'nosini bilmaymiz. Huwa ma'na kalimatin nahda. U asli ma'no Yevropa madaniyatidagi gullanish degan so'zning ma'nosi shu. Andos buni bir anglab baqaylik. Doktor Nuriddin Hatim o'zininki Yevropaningki gullanish asr tarixi nomli kitobida shunda deydi. Yani doktor Nuriddin Hatimninki izohlagan izohatiga qarab baqaylik. Nahda degan so'z hayotning turli shakllari bilan
to'liq echilish, ajoyib bir echilish, tafattuh. Ki bu echilish yoki bu hayot o'zining eng cho'ng ko'rinishiga 1490-yil bilan 1560-yilning oralig'ida yetgan deydi. Vahiya nahda deganimiz umum kengri ma'no bilan aytgan vaqtida, Yevropa insonlarining tadaffuq min al-hayaviyya, ya'ni jonliqlikdan Yevropa insonlarining ta'sirlarininki qana qilishi etilib chiqishi ki uning orqasidan bir butun Yevropaning madaniyatiga o'zgargan deydi. Bir uyg'unish demakchi, bir silkilinish demakchi, bir qitimliq dolqunlab chiqish demakchi butunlay. Bu kengir ma'nolar mana shunday tushunamiz. Ana tar ma'nolar vahiya nahda tar ma'nolar fikr sohasidagi fi a'mal al-fikr degan fikr ishlaridagi hayati bir intilish. To'xtab tura. Qanday gap bu? Men bir qaytadan bir mingib baqay degan shaklda intilish. Innaha nahda deganimiz bir xil tatallu, bir narsaga intilish, bayatanga intilishga o'xshash. Bir narsaga qiziqish, tavaqq. Bir narsani da ko'ngliga orzu shaklda akaldirish ve yükselişki onundan köpraqi bir iqim yoki bir sistemga aylanish. Aksaru minha mazhab ve nizam, bir sistem, yani bir milletning umumiy bir iqimiga aylanish. Nahda degan shu deydi. Yani nahda deganimiz innaha dafi daxili. İchki bir ittirish kuchi ki aqlning hayotini yangilaydi. His duygu, ma'rifat, san'at hayotini qanday qiladi yanglaydi. Ya'ni gullendi degan gap qaranglar. Yani mush nuqtada men sizlarga bir narsani deyman. Uyg'urlar o'rnidan dastuda desak, Uyg'urlar gullendi desak, Uyg'urlar o'z islohotini boshladi desak, bu nima degan gap desanglar? O'zini Uyg'ur, musulmon deb atagan har ikki putliq insonning hammasiningki ichki dunyosida uni to'xtamay o'ylanishga, to'xtamay harakat qilishga, to'xtamay bir narsani izlanishga ishtirib turadigan bir kuch paydo bo'lgan vaqtida uyg'oni deya olamiz. Yo'q, unda emas. Shu bugun tong otdi. Andan sel turib kech bo'ldi. Tong otganda uyg'ondi, kech uyg'ondi, uxladi. Bu shaklda deb kelsa uyg'onish olmaydi. Yoki bir odamninki kelib, bir so'rovlarga kelib, bir qitimliq hissiyoti shakldagi nutqni angladi, ya bir suhbatni angladi, hayajonlandi, yosh to'kishdi yoki bir xil hayajonlangan holda qaytdi, unutib qoldi, tugadi, unda ish yo'q. Ma uyg'onish emas. Uyg'onish millatning har bir a'zosining ichki dunyosida to'xtamay bir ishlar haqida o'ylanish, bir ishlarni qilishga tamshilish, bir ishlarga qiziqish, ma ishning ahvoli qandoq deb shu ishni bilish uchun tirishish bir ichki kuch shakllangan vaqtda millat tamamen uyg'ondi deyilsa, shu vaqtda bo'lishi mumkin. Davomlashtiraylik. Ve yaqulu fi muqaddimatil kitab, kitobning muqaddimasida shunday deydi. Bayatınqı doktoram deydi. Yevropaning gullanish davri dili yoki 16 asr ki biz bu kitobda tarixini o'rganayotgan asr shu, Yevropaning gullanayotgan davri demakchi. U bosimi huval asrullazi yabda'u bi rihlati Christopher Columbus. O shunda bir asr ki Columbus'ningki birinchi qatimliq safari bilan boshlangan bir asr. 1494 bilisizlar. Columbo Amerika qit'asini bayqagan odam deyman. Ve İtalya'nın urushlari bilan boshlangan bir asr 1494-yili. Ve bu asr Angliya ayol podshosi Elizabet'ninki 1603-yili vafot tepishi bilan Fransiya podshosi Henry 4-ninki 1610-yili o'limining o'tirisida tugagan bir asr hamdi. Endi mush asrda Yevropada ajoyib buyuk hodisalar yuz berganlik. İchki davlat sistemlarida cho'nqur almishlar yuz berganlik.
Yevropanınki umumiy ko'rinishida bir o'zgarishlar yuz berdi. Pisima Urubba al-Amma degani Yevropaning umumiy ko'rinishlarida bir almashishlar yuz berdi. Va bu qit'aninki boshqa qit'alar bilan bo'lgan aloqasida bir o'zgarishlar yuz berdi. Shunlashqa validalika 16 asrning hodisalari tamamen biz bugun o'rta asrda biladiganlardan farqli. Ki bu o'rta asr 15 asrning oxirlarida tugadi. Yevropaning o'rta asrlari baq qorong'ulik qarindoshlar. Ya'ni Yevropaning o'rta asrlarini o'qitish to'g'ri kelib qolsa shu jangalga o'xshasak bo'ladi. Yani ormanlık o'xshash, kuchliklar ojizlarni yeydigan ne bir sistem var, ne bir gülünüş var, ne admilik var, ne insonlik var. Kim kuchlik bo'lsa ojizni yeydigan, buzaq qilganning surug'i yo'q, yavaganning surug'i yo'q. Ish qilib bir, yani u odamlarda vaqtda bir kiyim-kechak madaniyatimi yo'q, insonlik madaniyatimi yo'q, qop-qorong'u bir davr. 15 asrning oxirida oxirlashdi. 16 asrda favqul oddi cho'ng o'zgarishlar bo'lib ketdi. Shundan keyin Yevropa g'o'llanish tarafiga qarab, buni bugun mayli musulmon bo'lsin, g'ayri-musulmon bo'lsin, hatto aramizda mushtarisini anglab o'tganlarmi Yevropaga havas qilganlarimiz bo'lishi mumkin. Yo'q demaymiz, chunki jiq qarindoshlarimiz, bizda qarindoshlarimiz Yevropa g'ibirish uchun jafolarni tatib ketdi, hatto dengizlarga cho'kkanlarmi bor. Yevropaga ketimiz deb tirishayotganlarmi bor. Hammasi mayli e'tirof qilayli, qilmayli, qanday sabab bahona ko'rsatayli, Yevropaga bo'lgan bir xil qiziqishning ifodasi. Bu qiziqish nerdan kelib chiqadi desa, Yevropaning bugungi ahvolidan kelib chiqadi. Ishki qurilmasi qanchalik chirik bo'lsin, u boshqa gap, ammo bugungi qurilmasini. Mushu ahvol qachon yuz bergan desa, 16-asrdagi bir qitimliq favqul adda o'zgarishlardan keyin, texmo aniq ifodalasam, Yevropaning gullanishi, Yevropaningki uyg'onishidan keyin kelgan bir ahvol. Abdur musha ahvollarni deyish orqali, ya'ni uyg'onish degan ma'no narsa, ya'ni butunlay tamoman o'zgarish kerak demakchi. Agar biz Uyg'ur bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan Uyg'urimiz desak, millat xarakterlik o'zgarishimiz kerak. Butunlay o'zgarish harakati qo'zg'ashimiz kerak. Bu o'zgarish harakati har bir Uyg'ur millatininki ichidan portlab chiqmasa, sirtdan bir odamni gushib uyg'otib olmaydi. Bir odam o'zi uyg'onish kerak. Ani o'rta asr tugagan vaqtida xuddi tarixda nurg'un narsalar tugagandek va ida intaha al-asr al-wasit kama tantahi al-ashya fi tarix. Tarixda nurg'un narsa tugaydi, ya shunga o'xshash o'rta asr tugagan vaqtda. Lekin ma tugagan narsalar illa anna hadhihi al-ashya, lekin ma narsalar tamamen yo'qmaydi endi. Tabiiyki bal tabqa ma'a zaman, vaqtning o'tishi bilan yavaş asta ma'lum darajada qolib qoladi. Biz 16 asrninki kishilarining hayotida, ularning fikrlarida, ularning ishlarida ketgan o'rta asrninki iznolaridan xili ko'plarini bayqaymiz endi. Endi bekalik oqirib ketdi. Bek biralaqi qanaqib ketdi. İslahat olib ketdi degan bilan, yana shu 16-asrdagi yashayotganlarda 15-asrning qoldiqlari bu. Tabiiyki bu normal ahvol. Masalan, bizlar Uyg'urlar qattiq gullanib, taraqqiy qilib, qanaqib ketsak, masalan, isloh olib ketdik deyli, yana musha asrda bizning o'tgan asrdagi qoldiqlar tabiiyki kallamizda ma'lum darajada bo'ladi. وليس في سياق التاريخ واستمراره endi tarixninki davomlashishi, siyaq degan shu davomlash degan ma'noda, istimror davomlash degan ma'noda. Tarixninki davomlashishida qandaqdir insoniyat hodislarininki uzilib qilish olmaydi. Cho'qim bir asrning bir asriga ma'lum darajada munosib turadi. Balki bu hodisalar yavaş asta davomlashayotgan bir taraqqiyot ishida buludu. Tecrübe deganga buludu. Belki uning musofisini sal kechiktiradigan ishlar yuz berib qolishi mumkin. Lekin u takror tuavidul karra deganga takror qaytadan, ya'ni asliga keladi va taraqqiyotini yangilaydi. Garchi asta va xijillik bilan bo'lsin degani, ashta buludu endi yani. Ya'ni bu yerdan bir narsa demakchi qarindoshlar, balki
Canım yaşamıdağlar. Mesela biz bugün qanday qilmoqchi olsak, o'zimizni isloh qilib, bir gullanmoqchi olsak, bizning hammamiz mana shunda o'tirayotganlar, agar 20 yoshdan cho'ng bo'lib qolsanglar, hozir shuni anglayotganlar 20 yoshdan cho'ng bo'lib qolsanglar, biz qanday yetilgan odam bo'lamiz desanglar, shu birlikda zulmatlik bir jamiyatda yetilgan odam bo'lamiz. Bizning idealimiz shu jamiyatning mahsuli, bizning tasavvurimiz shu jamiyatning mahsuli. Biz qattiq o'zimizni kuchab, o'zimizning lechinkisidan chiqayotgan nimaga o'xshash, shaparanga o'xshash, nima? Kipenakka o'xshash tirmishayotgan bo'lsaqmi, ya'ni bizning vujudimiz, bizning ma'lumotimiz, bizning kallamizdagi tasavvur o'tmishning tasavvuri. Mushu tasavvur bizni sal kechiktiradi. Sal keynimizga tortadi. Taraqqiy qilg'ili qo'ymaydi. Yengilang'ili qo'ymaydi. Lekin yana o'zimiz zo'lab, qaytadan qadamni elib, yana yengilab, asta-ostami ashtaqib, taraqqiy qilib mangadigan gap emas, boshqa gap yo'q. Ve yaqulu aydan doktor ham deydi yana, bayatın doktor. Yevropadaki gülleniş esrideki yenileniş görünüşleri çoğ işler bilen qanaq turdu, aşkar olap turdu. Bir havadis kubra. Büyük terakkiyatlar bilen namayan dop turdu. Xuddi nimaga o'xshaydi desa, fikri, dini, ahlaki, siyasi yangilash xarakterlik inqiloblar bilen bo'lgandek. Mesela iqtisodda, yeni iqtisodda. Yani anda asan bo'lmaydi demekçi. Anda asan xuddalaqi bir zukamda qopqandan keyin bir adam jalliq ondan qopqandek o'zgarish uchun cho'ng munda bir xil hodisa yuz berish kerak. Partlash xarakterlik ba'zi ahvollar bo'lishi anda yavaş, yumshoq bir şekilde o'zgarmaydi. Chunki dedim ya, hamma bilan taraqqiy qilmagan bir davrning yetishtirgan odamlari. Yani çekinayotgan bir davrning yetishtirgan odamlari, umidsiz bir davrning yetishtirgan odamlari ki hem öyle numucalisida bir xil keynik tatib turadigan bir narsa bor. Buni üzüp bunda aldığımızga menish uchun, gülenish uchun bir hodisalar yuz berish kerak. Masalan, men bir misol qo'yay. 2016-yildan keyin 2017-yilning oldi keyinda vatandan bo'lgan aloqamizning uzilib qolishi, vatandagi bo'layotgan zulmlarninki bizning yuragimizni qattiq siqishi sizlar bizni o'zgartmadimi qarindoshlar? Men o'ylayman, Uyg'urning 80%ni 180 gradus o'zgartdi. Mayli nega o'zgarsa o'zgartdi. Mayli oldiga o'zgartamdi, keyiniga o'zgartamdi, o'zgartdi. Vatandan aloqaning uzilib qolishi, Xitoyning zulmlarininki favqulodda eg'irlashishi bizni haqiqatan o'zgartdi. Ya'ni demakchi o'g'ini shuki, o'zgarish uchun cho'ng ishlar yuz berish kerak. Cho'ng ishlar yuz bermaydi, o'zgargilolmaydi deydi. Tinch o'zgargilolmaydi. Ve yaqulu Nuriddin Hatim aydan ve Nuriddin Hatim yana deydi, bizga 16-asr boshlandi, yoki oshkor oldi. Xuddi u asr kelgusiga qaraganda o'tmishga bakroq qaragandek. Yoki unda demasak, ikkisini xulosalaydigan bir maziyeyn o'tmishlarga keyniga qaytgandek. Yani demakchi o'g'ini Yevropa gullandi degan gap, biz taraqqiy qildi deymiz, amaliyotda o'zining asli holatiga qaytaqliq deydi. Bir narsaning taraqqiy qilishi o'zining aslini yo'qotish bilan emas, balki asli holatiga qaytish bilan kin uningga chaplashib olgan qoldiqlar, sirtdan kelgan ta'sirlarning hammadan ajrab andigin taraqqiy qildi demakchi. U olsunmi qadimiy buddistlik va qadimiy xristianlik Yevropa mush nuqtaga qaytdi deydi. Yoki Ilyaza degani g'arb qirg'inchiligini tasvirlaydigan bir she'r kitob bor ekan. Shu kitobni demakchi ekan. Ilyaza yoki muqaddas kitobga qaytishdek. Ya'ni Yevropa sirtdan kirgan butun ta'sirini yo'q qildi deydi. Endi Abdurmisha nima demakchi desa, biz musulmonlar agar o'yg'unimiz desak, gullanimiz desak, bizga sirtdan ta'sir qilib kirib qolgan salbiy omillar bor. Men davomli kitobning 5 yildan bir narsani davogan musulmonlarningki tasavvuri
Şu Osmanlı halifaligi yıkılıp, örülüp, Müslümanlar umumyüzlükçüma sırtının mustamlikisi de kalgandan biri. Mustamlikisi desem belki bazı kırındaşlar İslam devletlerininki, yoki Müslüman devletlerininki hemmesi erkin devlet kuduşu mümkün. Hiç kaysi erkin devlet emez. Gerçi padişahı özünün, reisi özünün de belki kichik balaning o'yinchiqqa o'xshash saylama o'tkazib binasilarni qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin mayli iqtisodiy qarorlar bo'lsin, siyosiy qarorlar bo'lsin, hech qaror o'zining qo'lida emas. Bittal saymonni bermasa, ariflar osmonga chiqolmaydi bechora odamlarniki. Amal yo'q. O bugun Amerikaning Trump o'tirib chiqib oshkor dedi-ya, men yo'q desam ayrıfılının asmanda 2 saat durmaydı dedi mesela Saud'un padişahı. O öyle hazırki görünüşlerge aldanmaslık gerek. Yani İslam dünyası tamamen işgalının astıda. Onu bölüşmek gerek onu. Ama 21. asırdaki işgaliyet burun asırdaki de anlarak Çingiz Han'ın vaxtideki de emas endi. Kim besvanmaydı. Aşı Irak'tan durup iqtisadi cihette, siyasi cihette özünün müstakil kararı yok bir haletke ekep koydu. Muşunun özü bugün gündeki işgaliyet şu. Manda olgandan keyin axbaratdan tatip, ta'lim tarbiyatdan tatip, bütün milletke sirttin qilayotgan ta'sir ishg'oliyatning ta'siri, siyosiy bekinmachilikning ta'siri, mustaqilsizlikning, qulluqning ta'siri hammalarni bir qanday qilib qo'yaqliqchi. Endi biz gulunimiz ekanmiz, biz hammani yiritib tashlab aslimizga qaytishimiz kerak. Shu Abdurrahman güzel bir gapi bor bu yerda. "Wa man nahdatu wal islahu ad-dini fil bad illa hareketat mutuvaziyatan" deydi. Dini başlanışdaki dini islahat ve dini güllenişdeki nima desa, tampon menvatkan işke hareket. Bir yülünüşlen kitavatkan işke hareket. Onun birisi insan hayatının hakikatini qadimki davrdagi bilish uchun, yana birisi qadimki Hristiyan dinini asli qadimki pokizligiga, safligiga qaytirish uchun ketayotgan ikki tampon harakat bo'lgan deydi Yevropada. Yani Yevropa hisobda gullanish uchun o'zining asliga qaytgan. Manikalanglaysanlar bo'lsin. Asliga qaytganlik qaloqlik emas. Asliga qaytganlik keyniga chekinganlik emas. Balki asliga qaytganlik men kim deganlik. Men ulay deganlik endi. Hozir hamma bilan üzümüz başka, kiyvagan qalpıqımız başka. Bunu farqlandıralıyız yoki farqlandırmaymiz qarindoshlar. En adamning qiynaladigan tarafi şu. Üzümüzdek yaşayımız lekin özümüz emas. Tefekkürümüz özümüz emas, o'ylashimiz özümüz emas, gap so'zlarimiz özümüz emas, o'ylaydiganimiz özümüz emas. Biz cho'qim aslimizga qaytishimiz kerak. Sappak aslidagi bir Müslüman Uygur halatiga qaytsak, bizning kallamizga kirib olgan kommunistlarningki bazı ideya, tasavvur, fikir, örf, adet, micazları bizni kişellep turayotgan bazı kişeller, ruhi kişeller çıkıp taşlandığı vaqtida aslimizni bilgan vaqtda mencha g'alaba qilamiz deb o'ylayman. Fahina nuhawil an najid at-thawra. Yani biz bir inqilab tapmoqchi bo'lsak, Muşunu urunğa vaqtimizda haqiqatda biz aslimizga qaytishimizdan boshqa narsani topolmaymiz deydi Abdur. Yani Abdur Aş bir doktoruna gibi geldi ya Avrupa to'g'risida. Şu Avrupa to'g'risida deyilgan gaplar şu. Yani bir yerde Abdur biraz yaxtiyan devletli. هذه الكلمات المهمة التي يشير إليها نور الدين حاتم. Muşu Nuruddin Hatum işaret kılayotgan muşu muhim gaplar şunun işaret kılıdığı ki Avrupa fikrideki güllünüş düşüncesi bu ötmüşten üzülüp kütüş emas. Belki ötmüşlen bağlanış. Ötmüşteki yaxşılıkını tatip ekiliş. Ondan keyin aşının fursatlarini izlashga urinish uchun kelgusiga qarab yurish va kelgusidan elish mumkin bo'lgan narsalarga qarab yurish. Ya'ni o'tmish bilan bog'lanib turib kelgusiga qarab mengish. Mana bu Yevropadagi gullangan, Yevropadagi isloh bo'lgan asosiy muhim nuqtadan birisi shu. Yani bu nayt ehemmiyetlik muhim bir mesele. Hadihi qadiyya fi gayetil ehemmiye. Bu nayeti ehemmiyetlik muhim bir mesele. Çünkü bazılar bizning İslami realligimizda şunu da'vo qiladi ki biz o'tmishni yaxshi yomon bilan tashlashimiz kerak. Yaxshi yomon bilan bizning oramizdagi musulmonlar butunlay o'tmishni tashlab o'tish. Mana da'vo qiladi.
va yana bir larning qashidagi narsaga, yana birlar degani dushmanlar yoki boshqa millat hamdi. Boshqa millatlarning qashidagi narsalarga yaxshi yomon bilan asoslanish, hammani ilish va kelgusiga qarab menish. Mao ba'zilarning da'vosi. Halbuki bu hada amrun lam yahdus hatta fil hadara allati yaqumu al-ba'd bi taqlidiha. Hatta ba'zilar taqlid qilayotgan, hayron qilayotgan ba'zi millatlarning madaniyatidan bulab bakmoqlik hamdi bu. Yevropaning taraqqiyotiga eng qiziqi xalq. Ashunun qarasimi Yevropa xalqdan omidi. O'zining o'tmishini tashlamadi, balki Yevropaning taraqqiyoti, Yevropaningki gullanishi o'zining asliga qaytishidan bo'ldi davodudu. Asliga qaytishidan. Bugün bir şey to'xtaydi inşallah. Ve ahiru da'vana alhamdulillahi rabbil alamin.